Ho'p opa, mijozlardan savol kelyapti. Aha. Oldin nima kasbda yurgansiz? Agar tabrikchi bo'lmaganingizda qanaqa kasbda o'zingiz tasavvur qilardingiz deb so'rashyapti. Aha. Xo'p, men Qarshi davlat universitetida o'qituvchiman. Hozir ham o'qituvchiman. Meni bilganlar, obunachilar ichidan bilishadi. Hozir egiz farzandlarim 3 ga kiradi yaqinda, Xudo xolisa. Shunda dekret ta'tilidaman. Men 37 ni to'ldiradigan bo'lsam, shu yoshimgacha o'zimni topolmaganman-da. Juda ko'p qiynalganman. Har bir insonni Alloh nimagadir yaratadi. Men buni eshitganman. Men nima uchun yaralganman deb o'zimga savol berganman. Hamma ishni qilib ko'rganman. Sotuvchilik qilganman. Turkiyadan tovarlar olib kelib sotdim. Gerbalayevda ishladim. Har birini qilib ko'rdim, lekin maza qilmadim. Ammo men bu ishda maza qilaman. To'g'risida, mana shu narsa kimdir o'zida savol tug'ilishi mumkin-da. Menda qanday qobiliyat bor deydi-ku. Mana shu qobiliyatni bilmoqchi bo'lsangiz, qaysi sohaga bepul ishlab berishga tayyor bo'lsangiz, mana shu soha sizniki.